Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan har bir odam bilishi shart bo'lgan juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nevaralariga, yaqin qarindoshlariga ham tegishli. Chunki pensiya kartaga tushayotgan bo'lsa, pulni olish, kartani ishlatish, bloklanish, komissiya, ishonchnoma, SMS xabar, bankomatdagi xatolik, firibgarlik kabi masalalarda bitta kichik xato ham odamni ovora qilishi, hatto pulidan vaqtincha foydalana olmay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nuqtalar juda nozik. Kimdir xavotir olishi kerak. Kimdir esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Bu ma'lumotni qancha ko'p odam bilsa, shuncha ko'p inson o'z pensiyasini himoya qila oladi. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd ko'rinishda olardi. Mahallaga, uyga yoki pochta orqali pensiya olib kelinardi. Odam imzo qo'yib, pulini sanab olardi. Bu usulning bir tomondan qulayligi bor edi. Keksa odam bankka bormaydi. Karta, pin kod, bankomat, mobil ilova degan narsalar bilan ovora bo'lmaydi. Lekin ikkinchi tomondan xavflari ham ko'p edi. Pulni uyga olib kelish kechikishi mumkin. Odam uyda bo'lmasa qayta kelish kerak bo'ladi. Naqd pulni saqlash xavfli. Adashish yoki hisob-kitobda tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Hozir esa pensiyalar tobora ko'proq bank kartalariga tushmoqda. Bu nimani anglatadi? Davlat tomonidan hisoblangan pensiya belgilangan muddatda bank orqali karta hisobiga o'tkaziladi. Pensioner kartadan bankomat orqali naqd pul yechishi, do'konda terminal orqali to'lashi, kommunal xizmatlarga to'lov qilishi, ayrim hollarda farzandiga pul o'tkazishi mumkin. Ya'ni pul cho'ntakda emas, bankdagi hisobda turadi. O'zgarishning asosiy sababi shuki, karta orqali to'lov tizimi tezroq, nazoratliroq va ko'p holatda xavfsizroq bo'ladi. Lekin men shu yerda juda muhim gapni aytaman. Karta qulay bo'lishi bilan birga undan to'g'ri foydalanishni bilmasangiz, muammo ham tug'diradi. Karta o'zi pul emas, karta pulga kirish kalitidir. Pin kod, SMS kod, pasport ma'lumoti, telefon raqami, bank ilovasi, paroli esa shu kalitni himoya qiladigan vositalar. Agar bu ma'lumotlar begona odamga berilsa, pensiya xavf ostida qoladi. Eng avvalo pensiya kartaga tushsa odam nimani bilishi kerak? Birinchidan, pensiya tushadigan karta aynan sizning nomingizda bo'lishi kerak. Ya'ni karta rasmiy ravishda pensionerning bank hisobiga bog'langan bo'ladi. Ba'zan odamlar o'g'limning kartasiga tushsa bo'ladimi yoki qizim ishlatadi, uning kartasiga o'tkazib qo'ya qolaylik deb o'ylaydi. Bunday masalalarda har doim rasmiy tartibni tekshirish kerak. Chunki pensiya shaxsiy to'lov hisoblanadi. U pensionerning o'ziga tegishli. Agar boshqa odam orqali boshqarilsa, ishonchnoma, vakolat yoki qonuniy asos bo'lishi kerak. Ikkinchidan, karta muddati tugashiga e'tibor berish kerak. Har bir kartaning old tomonida amal qilish muddati bo'ladi. Masalan, karta ustida Nilya kislori 25 deb yozilgan bo'lsa, u 2025 yil avgust oyigacha amal qiladi. Agar muddat tugab qolsa, pensiya hisobga tushishi mumkin. Lekin siz kartadan terminalda yoki bankomatda foydalana olmasligingiz mumkin. Bunday payt odam pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida esa pul hisobda turadi. Faqat karta yangilanishi kerak bo'ladi. Masalan, 72 yoshli bir otaxon har oyning 12 sanasida pensiya oladi. Pensiyasi 1.800.000 so'm. Karta muddati tugaganini bilmagan. 12 sanada bankomatga boradi. Bankomat karta amal qilmaydi degan mazmundagi xabar chiqaradi. Otaxon vahimaga tushadi. Pulimni olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida u bankka pasport bilan borib kartani qayta chiqarishi kerak edi. Ayrim banklarda bu bir necha daqiqada hal bo'ladi. Ayrim hollarda yangi karta tayyor bo'lish uchun bir necha kun ketadi. Shuning uchun men doim aytaman, karta muddati tugashidan kamida bir oy oldin bankka murojaat qiling. Uchinchidan, telefon raqami juda muhim. Karta ko'pincha telefon raqamiga bog'langan bo'ladi. SMS xabarlar, tasdiqlash kodlari, bank ilovasiga kirish, ba'zi to'lovlarni tasdiqlash shu raqam orqali amalga oshadi. Agar pensioner eski raqamini ishlatmay qo'ysa, SIM karta yo'qolsa, raqam boshqa odam nomida bo'lsa yoki telefon begona kishining qo'lida bo'lsa, bu xavf tug'diradi. Ayniqsa SMS kodni hech kimga aytmaslik kerak. Bank xodimi ham, pensiya bo'limidanman degan odam ham kartangiz blok bo'ladi deb qo'rqitayotgan kishi ham sizdan SMS kod so'rashi mumkin emas. Oddiy misol. Onaxonning kartasiga 1.400.000 so'm pensiya tushdi.
Unga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Men bankdanman, kartangiz eskirgan. Pulingiz blok bo'lmasligi uchun hozir kelgan kodni ayting dedi. Onaxon ishonib kodni aytdi. Bir necha daqiqadan keyin kartadan 900 ming so'm yechildi. Bu holatda muammo bankda emas, kodni begona odamga aytishda. Shuning uchun men qat'iy aytaman, SMS kod, PIN kod, karta orqasidagi sevgi kod, ilova parol hech qachon telefonda aytilmaydi. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda kartasini o'zi ishlatmaydigan pensionerlar. Masalan, karta kelinida, o'g'lida, qo'shnisida yoki tanishida turadi. Albatta ko'p oilalarda farzandlar ota-onasiga yordam beradi, bu yaxshi. Lekin yordam rasmiy va shaffof bo'lishi kerak. Pensiya kartasida qancha pul borligini bilishi, har oy qancha tushayotganini tushunishi, qancha yechilganini nazorat qila olishi kerak. Agar odam o'z kartasidagi puldan bexabar bo'lsa, bu yaxshi holat emas. Ikkinchi xavf guruhi bankomatdan pul yechishni bilmaydigan, lekin kartani doim begona odamga beradiganlar. Bankomat oldida bo'lam, mana kartam, u pulimni yechib ber deyish juda xavfli. Chunki odam PIN kodni ko'radi. Kartani almashtirib qo'yishi mumkin. Pulni kamroq berishi mumkin. Men pensionerlarga shunday maslahat beraman. Agar yordam kerak bo'lsa, ishonchli yaqin qarindosh bilan boring. Imkon bo'lsa bank xodimidan maslahat oling. Lekin bankomati begona odamga karta va PIN kodni bermang. Uchinchi xavf guruhi qarzdorligi, aliment. Kredit yoki boshqa majburiy ijro masalalari bor odamlar. Ba'zi hollarda bank kartasidagi mablag'ga cheklov qo'yilishi mumkin. Lekin pensiya ijtimoiy to'lov bo'lgani uchun qonunchilikda ayrim himoya va cheklovlar bo'lishi mumkin. Bu yerda har bir vaziyat alohida ko'riladi. Agar kartangizdagi pul ushlab qo'lingan bo'lsa, darhol bankdan yozma yoki elektron ma'lumot so'rang. Kimning qarori bilan qaysi tashkilot topshirig'i asosida qancha summa ushlangan. Keyin majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ bilan bog'laning. Og'zaki gapga ishonib yuravermang. Hujjat so'rang. Kimlar ortiqcha xavotir olmaslik kerak? Agar kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, telefon raqamingiz o'zingizda bo'lsa, PIN kodni hech kim bilmasa, karta muddati joyida bo'lsa, bank ilovasiga begona odam kirmagan bo'lsa va har oy tushumlarni tekshirib tursangiz, karta orqali pensiya olish oddiy va qulay jarayon. Bunda vahima qilish shart emas. Muhimi, tartibni bilish va xavfsizlikka rioya qilish. Yana bir ko'p uchraydigan savol: pensiya kartaga tushsa, uni darhol yechib olish kerakmi? Yo'q, shart emas. Pul kartada turishi mumkin. Lekin bu yerda ikki jihat bor. Birinchisi, kundalik xarajat uchun qanchasi kerakligini rejalang. Masalan, pensiya 20 million 600 ming so'm bo'lsa, 700 ming so'mni oziq-ovqat va dori uchun naqd yechib, qolganini kommunal to'lov va boshqa xarajatlar uchun kartada qoldirish mumkin. Ikkinchisi, kartani yo'qotib qo'ysangiz yoki PIN kod oshkor bo'lsa, kartadagi pul xavf ostida bo'lishi mumkin. Shuning uchun karta xavfsizligi pul xavfsizligi bilan teng. Endi istisnolar, yashirin muammolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala karta bloklanishi. Karta turli sabablar bilan bloklanishi mumkin. PIN kod 3 marta noto'g'ri terilishi, shubhali operatsiya, bank xavfsizlik tizimi, karta muddati tugashi, sud yoki ijro organi qarori, mijozning o'zi bloklatishi, telefon orqali noto'g'ri ariza berilishi shular jumlasidan. Karta bloklandi degani har doim pul yo'qoldi degani emas. Ko'p hollarda pul hisobda saqlanadi, faqat kartadan foydalanish vaqtincha to'xtaydi. Masalan, bir pensioner bankomatda PIN kodni unutib 3 marta noto'g'ri terdi. Bankomat kartani qaytardi, lekin karta bloklandi. U pensiyam kuyib ketdi deb o'yladi. Aslida banka pasporti bilan borib, PIN kodni tiklash yoki kartani qayta chiqarish kerak bo'ladi. Shuning uchun PIN kodni qog'ozga karta bilan birga qo'yish ham noto'g'ri, butunlay esdan chiqarish ham muammo. Eng to'g'ri yo'l PIN kodni yodlab olish, uni hech kimga ko'rsatmaslik, telefonga karta paroli deb yozib qo'ymaslik. Ikkinchi nozik masala komissiya. Bankomatdan pul yechganda hamma joyda bir xil sharoit bo'lmasligi mumkin. O'z bankingiz bankomatidan yesangiz bir shart, boshqa bank bankomatidan yesangiz boshqa shart bo'lishi mumkin. Ba'zi kartalarda naqd yechish uchun komissiya olinadi. Ba'zilarda imtiyozli shartlar bo'ladi. Pensioner 1 million 500 ming so'm yechmoqchi bo'lsa, agar komissiya 25% bo'lsa, 25 ming so'm xarajat chiqadi. Bir qarashda kichik tuyuladi, lekin har oy takrorlansa, yiliga bitta taqdir ming so'm bo'ladi. Bu esa pensioner uchun arzimas pul emas. Shuning uchun men har doim bankdan aniq so'rashni tavsiya qilaman. Pensiya kartasidan naqd pul yechishda komissiya bormi?
Qaysi bankomatda kamroq? Oyga limit bormi? Terminal orqali to'lovda komissiya olinadimi? Bu savollarni berish uyat emas. Bu sizning pulingiz. Siz shartlarni bilishga haqlisiz. Uchinchi nozik masala karta yo'qolishi. Agar karta yo'qolsa, birinchi ish bankka qo'ng'iroq qilib bloklatish. Balki uyda topilib qolar deb 2 kun kutish xavfli. Karta topilgan taqdirda ham agar begona odam qo'liga tushgan bo'lsa, undan foydalanishga urinish bo'lishi mumkin. Ayniqsa kontaktsiz to'lov yo'qilgan kartalarda kichik summalar pin kodsiz o'tishi ehtimoli bor. Shuning uchun karta yo'qolsa, darhol bloklash. Keyin bankka pasport bilan borib qayta chiqarish kerak. 4-chi nozik masala. İşonchnoma. Ayrim pensionerlar yura olmaydi, kasal bo'ladi, chekka hududda yashaydi yoki bankka borishga qiynaladi. Bunday vaziyatda farzandi yoki yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin, lekin buning huquqiy shakli to'g'ri bo'lishi kerak. Agar bank yoki pensiya bilan bog'liq ishni boshqa odam bajarishi kerak bo'lsa, notarial ishonchnoma talab qilinishi mumkin. Ishonchnomada aynan qanday vakolat berilayotgani yozilishi kerak. Karta olish, hisobdan pul yechish, bank bilan shartnoma imzolash, ma'lumot olish va hokazo. Juda umumiy yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat bankda qabul qilinmasligi mumkin. 5-chi nozik masala pensioner vafot etgan holat. Men buni og'ir mavzu bo'lsa ham aytishim kerak. Odam vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish qonuniy muammo keltirib chiqarishi mumkin. Chunki pul meros ortiqcha to'langan pensiya, dafn puli yoki boshqa tartiblar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zan qarindoshlar karta menda edi, pin kodni bilardim, pulni yechib oldim deb o'ylaydi. Lekin keyin davlat organlari yoki bank tomonidan savollar tug'ilishi mumkin. Bunday holatda eng to'g'ri yo'l tegishli pensiya organiga xabar berish, meros tartibini aniqlash, daf marosimi uchun beriladigan to'lovlar bo'yicha rasmiy ma'lumot olish. 6-chi nozik masala pensiya tushmagan deb o'ylash. Har oy pensiya bir kunda tushadi deb o'ylash hamma vaqt to'g'ri emas. Bayram kunlari, dam olish kunlari, bank texnik ishlari, hisob-kitob jadvali, hududiy tartiblar sabab bir oz farq bo'lishi mumkin. Lekin kechikish uzayib ketsa, jim kutib o'tirmaslik kerak. Avval bankdan hisobga tushum bo'lgan bo'lmaganini tekshiring. Agar bank tushum bo'lmagan desa, pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Agar bank pul tushgan desa, lekin karta ishlamasa, demak muammo kartada, blokda yoki texnik cheklovda bo'lishi mumkin. 7-chi nozik masala ilova orqali firibgarlik. Hozir ko'pchilik bank ilovasidan foydalanadi. Bu qulay. Lekin pensioner ilovani o'zi tushunmasa, telefonni boshqa odamga berib qo'ysa, xavf paydo bo'ladi. Ayrim firibgarlar telefoningizga dastur o'rnating, men yordam beraman deb masofadan boshqaruv dasturlarini o'rnatishga majbur qiladi. Shundan keyin ular telefondagi SMS karta ma'lumotlari bank ilovasini ko'rishi mumkin. Men bunday holatlarda juda qat'iy maslahat beraman. Begona odam aytgan ilovani o'rnatmang. Telefon ekranini ulashmang. Bank xodimi hech qachon sizdan masofadan telefoningizni boshqarishni so'ramaydi. 8-chi nozik masala qarindoshlar o'rtasidagi kelishmovchilik. Bu ham hayotda ko'p uchraydi. Masalan, ona pensiyasini o'g'liga ishongan karta o'g'lida. Keyin qizi onamga pul berilmayapti deydi. O'g'il esa hammasini dori-darmonga ishlatyapman deydi. Bunday vaziyatda eng katta muammo shaffoflik yo'qligi. Men oilalarga maslahat beraman. Agar pensionerning pulini yaqinlari boshqarayotgan bo'lsa, xarajatlar yozib borilsin. Masalan, pensiya 1.725 ming so'm tushdi. 500 ming so'm dori, 600 ming so'm oziq-ovqat, 200 ming so'm kommunal, 400 ming so'm pensionerning o'ziga berildi. Bu oddiy daftar bo'lsa ham kelishmovchiliklarni kamaytiradi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta kimning nomida, amal qilish muddati qachongacha, qaysi bankniki, telefon raqami to'g'ri ulanganmi, SMS xabar keladimi, pin kod yodingizdami? Agar bularning bittasida ham noaniqlik bo'lsa, bankka boring. Ikkinchi qadam, bankka borganda pasport yoki ID karta oling. Agar pensionerning o'zi bo'lsa, shaxsini tasdiqlovchi hujjat yetarli bo'lishi mumkin. Agar qarindoshi borayotgan bo'lsa, notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Bankdan og'zaki emas, aniq javob so'rang. Kartam faolmi? Pensiya tushadigan hisob shu kartaga bog'langanmi? Blok yo'qmi? Komissiya qancha? Yangi karta qachon tayyor bo'ladi? 3-qadam, pensiya tushumini nazorat qiling. Buning uchun 3 ta yo'l bor. Birinchisi, SMS xabarni yo'qtirish. Har
safar pul tushsa yoki yechilsa xabar keladi. Ikkinchisi, bank ilovasidan foydalanish, lekin faqat ishonchli telefon va o'zingiz biladigan parol bilan. Uchinchisi, bank filialidan hisob harakati bo'yicha ma'lumot olish. Agar pensioner ilovadan foydalana olmasa, farzandi yordam berishi mumkin, lekin parollarni hamma biladigan qilib qo'yish to'g'ri emas. 4-qadam, xavfsizlik qoidalarini oilada hamma bilsin. Men buni alohida ta'kidlayman. PIN kod hech kimga aytilmaydi. SMS kod hech kimga aytilmaydi. Karta rasmi hech kimga yuborilmaydi. Karta orqasidagi 3 xonali kod hech kimga ko'rsatilmaydi. Bankdanman degan qo'ng'iroq bo'lsa, suhbatni to'xtatib, kartaning orqasidagi yoki bankning rasmiy saytida ko'rsatilgan raqamga o'zingiz qayta qo'ng'iroq qiling. Noma'lum havolaga bosmang. Telegram yoki SMS orqali kelgan pensiya qo'shimcha to'lovi, kompensatsiya, yordam puli degan havolarga karta ma'lumotlarini kiritmang. 5-qadam, muammo bo'lsa uni to'g'ri joyga olib boring. Agar karta ishlamasa, bankka boring. Agar pensiya hisoblanmagan bo'lsa, pensiya yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qiling. Agar pul ushlab qo'lingan bo'lsa, bankdan asos so'rang. Keyin majburiy ijro byurosi yoki qaror chiqargan organga murojaat qiling. Agar firibgarlik bo'lsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib kartani bloklating. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Vaqt bu yerda juda muhim. Qancha tez harakat qilsangiz, pulni saqlab qolish yoki izini aniqlash imkoniyati shuncha yuqori bo'ladi. 6-qadam, ariza yozishni biling. Bankka murojaat qilganda kartam ishlamayapti deb og'zaki aytish bilan cheklanib qolmang. Zarur bo'lsa ariza yozing. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, telefon raqamingiz, karta yoki hisob raqamingizning oxirgi raqamlari, muammo sanasi nima bo'lgani aniq yozilsin. Masalan, 2025 yil 12 mart kuni pensiya mablag'im tushganini bilaman. Ammo bankomatda karta orqali naqd pul yechib olmadim. Karta bloklanmaganini aniqlab berishingizni va yozma javob berishingizni so'rayman. Shunday yozilsa, murojaat aniq bo'ladi. 7-qadam. Hujjatlarni tartibli saqlang. Karta shartnomasi, bank ma'lumotnomasi, pensiya tayinlanganligi haqidagi hujjat, ishonchnoma, ariza nusxalari, bankdan kelgan javoblar alohida papkada tursin. Ko'pchilik kerak bo'lmaydi deb tashlab yuboradi. Keyin muammo chiqqanda isbotlash qiyin bo'ladi. Ayniqsa qarindosh orqali ish yuritilsa, hujjatlar yanada muhim. 8-qadam, pensionerning roziligini hurmat qiling. Bu masalani men ekspert sifatida ham insoniy tomondan muhim deb bilaman. Pensionerning puli, farzandlar yordam berishi mumkin. Lekin baribir ota-onam tushunmaydi deb ularning pulini to'liq nazoratsiz boshqarish noto'g'ri. Agar pensioner hushyor, aqli joyida qaror qabul qila olsa, uning roziligi birinchi o'rinda turadi. Oilada hamma narsa ochiq bo'lsa, nizok ham bo'ladi. 9-qadam, naqd pulni ham reja bilan oling. Har oy pensiya tushgan kuni hammasini yechib olib, uyda saqlash ham xavfli. Uyda katta naqd pul turishi o'g'irlik. Yo'qotish yoki keraksiz sarfga sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga butun pulni kartada qoldirib, kartani ehtiyotsiz ishlatish ham xavfli. Eng to'g'ri yo'l ehtiyojga qarab taqsimlash. Masalan, dori uchun 300 ming so'm, oziq-ovqat uchun 800 ming so'm, kommunal to'lov uchun 2 marta 1000 so'm, favqulodda holat uchun 200 ming so'm. Raqamlar har kimda har xil, lekin reja bo'lishi kerak. 10-qadam, bankomat chekini yoki SMS xabarini tekshiring. Pul yetgandan keyin bankomatdan chiqqan summani sanang. Agar bankomat pul bermay, lekin hisobdan yechilgan bo'lsa, darhol bankka murojaat